Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan o'tgan hafta davomida sodir etilgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan efirda obyektlar xavfsizligi ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan 3134 ta obyektlarni qo'riqlash bo'yicha shartnomalar tuzildi. 1785 ta fuqaro xonadoni yangitdan qo'riqqa olindi. 198 ta obyekt kanalizatsiya vositalari bilan jihozlandi. 902 ta obyektga tashvish tugmalari o'rnatildi. Shu bilan birga boshqa obyektlardan sodir etilgan 44 ta mayda tashmachilik holatlari aniqlanib, ulardan 9 million so'mlik moddiy tovar boyliklari olinib, mulk egalariga qaytarildi. Bundan tashqari boshqa ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan 1892 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Qo'riqlash bo'linmalarining tezkor harakatlanuvchi guruhlari tomonidan 988 ta chiqishlar amalga oshirilgan. Shundan tashvish tugmasi bosilishi natijasida 986 ta bo'lib, ulardan 791 tasi jamoat tartibini buzish holatlarining oldi olingan. 102 sirga kelib tushgan xabarlar asosida hududiy IOB navbatchilari xabariga ko'ra 2 ta chiqishlar amalga oshirilgan. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.